This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Rahmat. Bugun dunyoning eng nufuzli universitetlaridan birining bitiruv marosimida bo'lish men uchun sharafdir. Ochig'ini aytsam, o'zim hech qachon oliy o'quv yurtini tamomlamaganman. Universitet bitiruv marosimiga shu paytgacha hech qachon bunchalik yaqin kelmaganman. Bugun men sizlarga o'z hayotimda yuz bergan 3 ta voqeani so'zlab bermoqchiman. Bor yo'g'i shu. Birinchi hikoyam hayot yo'lidagi nuqtalarni tutashtirish haqida. Reed kollejiga kirganimdan so'ng dastlabki 6 oy o'tar o'tmas o'qishni tashladim. Ammo u yerdan butunlay ketishimdan oldin yana qariyb 18 oy davomida darslarga erkin tinglovchi sifatida qatnashdim. Xo'sh, nega men o'qishni tashlagan edim? Biologik onam universitetda o'qiydigan yosh, hali oila qurmagan aspirant bo'lgan va u meni asrab olishlari uchun berib yuborishga qaror qilgan. U meni faqat oliy ma'lumotli odamlar asrab olishi shart deb qat'iy turib olgandi. Shu bois tug'ilgan zahotim asrab olishlari uchun bir huquqshunos va uning rafiqasi tanlangan. Barcha hujjatlar taqdim qilib qo'yilgandi, ammo men yorug' dunyoga kelgan pallada so'nggi lahzalarda ular aslida qiz bola asrab olishni xohlaganlarini aytib so'zlardan qaytishgan. Shunday qilib navbat kutib turgan ota-onamga yarim tunda qo'ng'iroq qilib, kutilmaganda o'g'il chaqaloq tug'ildi, asrab olasizmi deb so'rashgan. Ular o'ylab o'tirmay, albatta deyishgan. Keyinchalik biologik onam meni katta qilgan onamning universitetini, otamning esa hatto o'rta maktabni ham bitirmaganini bilib qolgan. Shu sabab u asrab olish haqidagi yakuniy hujjatlarga imzo chekishdan bosh tortgan. Oradan bir necha oy o'tib, ota-onam kun kelib, meni universitetda albatta o'qitishga qat'iy so'z berishganidan keyingina u shashtidan qaytgan va rozi bo'lgan. 17 yildan so'ng men haqiqatan ham universitetga o'qishga kirdim. Soddalik qilib xuddi Stanford singari o'ta qimmat universitetni tanlab qo'ygan ekanman. Oddiy ishchi bo'lgan ota-onamning butun umr misqollab yig'gan barcha jamg'armalari mening shartnoma pulimni to'lashga sarflanardi. 6 oy o'tgach men bu o'qishda hech qanday ma'no ko'rmay qoldim. Hayotda nima ish qilishim kerakligini mutlaqo bilmasdim va universitet buni anglab yetishimga qanday yordam bera olishini ham tasavvur qila olmasdim. Men esa ota-onam bir umr misqollab yig'gan mablag'ni havoga sovurib yotgandim. Shuning uchun ham tavakkal qilib o'qishni tashlashga va hammasi o'z iziga tushib ketishiga ishonishga qaror qildim. O'sha paytda bu juda qo'rqinchli tuyulgan bo'lsa-da, bugun ortga boqib aytishim mumkinki, bu ongli hayotimda qabul qilgan eng to'g'ri qarorlardan biri bo'lgan ekan. O'qishni tashlaganim zahoti men uchun qiziq bo'lmagan majburiy darslarga kirishni to'xtatdim-da, o'zimga yoqqan darslargagina qatnay boshladim. Buni havas qilarli deb bo'lmasdi. Yotoqxonada o'z xonam bo'lmagani uchun do'stlarimning xonasida yerda uxlashga majbur edim. Qorin to'yg'az uchun bo'shagan kolla idishlarni 5 sent evaziga do'konga topshirib kun ko'rardim. Haftada bir marta bo'lsa ham tuzukroq ovqatlanish niyatida har yakshanba oqshomida Hari Krishna ibodatxonasiga borardim. 11 kilometr yo'l bosib. Lekin bu hayot o'zimga yoqardi. O'z qiziqishlarim va ichki sezgimga ergashib, tasodifan duch kelgan narsalarimning aksariyati keyinchalik men uchun bebaho tajribaga aylandi. Keling sizga bitta misol keltiray. O'sha paytlari Reed kollejida ehtimol mamlakat bo'yicha eng mukammal xattotlik darslari o'tilardi. Talabalar shaharchasidagi barcha e'lonlar xattotlik uslubida yozilgan bo'lardi. O'qishdan ketgach majburiy darslarga qatnashishim shart emasdi. Shu sababli xattotlik darslariga qatnay boshladim. U yerda serif va sans serif shriftlarni, turli harflar birikmasi orasidagi ochiq masofani o'zgartirish qoidalarini o'rgandim va mukammal tipografiyaning asl jozibasi nimada ekanligini anglab yetdim. U shu qadar go'zal va o'zida juda boy tarixni mujassam etgan edi. Fan uni qamrab olishdan ojiz edi. Nafis bu san'atga butun borlig'im bilan maftun bo'lib qoldim. O'shanda bu bilimlarning kelajak hayotimda zarracha bo'lsa ham asqotishini xayolimga keltirmagandim. Ammo oradan 10 yil o'tib biz ilk Macintosh kompyuterini yaratganimizda o'rganganlarimning barchasi birdan yodimga tushdi. Biz bu bilimlarni to'la to'kis Mac tizimiga kiritdik. Bu go'zal tipografiyaga ega dunyodagi ilk kompyuter edi. Agar o'sha darsga tasodifan qatnamaganimda, Mac hech qachon bunchalik rang-barang bo'lmas edi. Harflar orasi mutanosib o'lchangan matn shakllariga ega bo'lmasdi. Bugun hech bir shaxsiy kompyuterda bunday mukammallik bo'lmasdi. Agar o'shanda o'qishni tashlamaganimda, xattotlik darsiga hech qachon kirmagan bo'lardim. Natijada shaxsiy kompyuterlar ham bugungidek ajoyib shriftlarga ega bo'lmasmidi?
Albatta, universitetda o'qiyotgan chog'larim kelajakka boqib, bu voqealar silsilasini ta'bir joiz bo'lsa, nuqtalarni tutashtirish mutlaqo imkonsiz edi. Ammo oradan 10 yil o'tib o'tmishga nazar tashlaganimda hammasi kundek ravshan ko'rindi. Takror aytaman, siz kelajakka boqib hayot nuqtalarini tutashtira olmaysiz. Ularni faqatgina o'tmishga ortga qarab bir-biriga bog'lashingiz mumkin. Shu bois bu nuqtalar kelajagingizda qandaydir tarzda o'zaro tutashib ketishiga ishonishingiz kerak. Nimagadir qattiq ishonishingiz shart. Ichki sezgingizgami, taqdirgami, hayotgami yoki karmagami, xullas nima bo'lishidan qat'iy nazar ishonishingiz kerak. Ikkinchi hikoyam muhabbat va judolik haqida. Omadim chopgan edi. O'zim sevadigan ishni hayotimning tongidayoq topa oldim. Voz ikkimiz ota-onamning garajda Apple kompaniyasiga asos solganimizda men endigina 20 yoshda edim. Biz tinimsiz ter to'kib ishladik. Oradan 10 yil o'tib garajda 2 kishi bo'lib boshlagan ishimiz 4000 dan ortiq xodimga va 2 milliard dollarlik sarmoyaga ega ulkan kompaniyaga aylandi. Biz o'zimizning eng nodir ixtiroyimiz Macintoshni ishlab chiqarganimizga endigina 1 yil bo'lgan. Men esa 30 ga qadam qo'ygan edim. Keyin esa meni ishdan haydashdi. Gap shundaki, Apple kengayib borgani sari kompaniya men bilan birga boshqarish uchun o'zim juda iste'dodli deb bilgan bir insonni ishga yolladik. Dastlabki 1 yil davomida ishlarimiz silliq kechdi, ammo keyinchalik kelajakka bo'lgan qarashlarimiz turlicha ekani ma'lum bo'ldi va ixtilof chiqdi. O'shanda kuzatuv kengash uning yonini oldi. Shunday qilib 30 yoshimda men o'yindan chiqdim. Buning ustiga butun dunyoning ko'z o'ngida sharmandali tarzda haydaldim. Bir necha oy davomida o'zimni qayerga qo'yishni, nima qilishni bilmay yurdim. Tadbirkorlar avlodining yuzini yerga qaratgandek, estafeta tayog'ini qo'ldan tushirib yuborgandek his qilardim o'zimni. Men David Packard va Bob Noyce bilan uchrashib, ishni shunchalik rasvo qilganim uchun ulardan uzr so'rashga harakat qildim. Omadsizligim elga doston bo'lganda, hatto Kremniy vodiysidan bosh olib ketish haqida ham o'ylay boshladim, lekin borlig'imni sekin-asta bir tuyg'u qamrab ola boshladi. Men o'z ishimni hali ham jon dildan sevardim. Apple'dagi o'sha mojarolar buni zarracha ham o'zgartira olmagan ekan. Ha, meni quvib solishgandi, lekin yuragimdagi muhabbat hamon tirik edi. Va men hammasini noldan boshlashga qaror qildim. O'shanda buni to'liq anglab yetmagan bo'lsam-da, Apple'dan haydalishim hayotimda yuz berish mumkin bo'lgan eng yaxshi voqea edi aslida. Muammolarga to'la muvaffaqiyat yukining o'rnini hamma narsani endigina boshlayotgan g'o'r, ammo erkin kishida bo'ladigan yengillik egalladi. Keyingi 5 yil ichida men Next Song, Pixar nomli kompaniyalarga asos soldim. Keyinchalik turmush o'rtog'imga aylangan ajoyib, maftunkor ayolni uchratib sevib qoldim. Pixar dunyoda birinchi bo'lib to'liq kompyuter animatsiyasi asosida ishlangan O'yinchoqlar tarixi multfilmini yaratdi. Va u bugun dunyodagi eng muvaffaqiyatli animatsion studiyadir. Voqealar rivojining kutilmagan burilishini qarang. Apple kompaniyasi Next'ni sotib oldi. Men esa yana Apple'ga qaytdim. Next'da kashf etgan texnologiyamiz Apple'ning qayta yuksalishiga poydevor bo'ldi. Lorin ikkimiz ajoyib baxtli oila qurdik. Ishonchim komil, agar men Apple'dan haydalmaganimda bularning hech biri yuz bermagan bo'lardi. Bu o'ta achchiq dori edi, biroq aftidan bemorga aynan shu dori zarur bo'lgan ko'rinadi. Ba'zan hayot boshingizga g'isht bilan tushiradi, lekin aslo ishonchni yo'qotmang. Harakat qilishdan to'xtamasligimga sabab bo'lgan yagona kuch o'z ishimni qattiq sevishim bo'lganiga qat'iy ishonaman. Siz o'zingiz sevadigan mashg'ulotni topishingiz kerak. Ish hayotingizning salmoqli qismini egallaydi. Hayotdan chinakamiga rozi bo'lib yashashning yagona yo'li esa o'zingiz buyuk ish deb bilgan yumush bilan shug'ullanishdir. Buyuk ishlarni amalga oshirishning yagona yo'li esa o'z ishingizni sevish. Agar uni hali topa olmagan bo'lsangiz, izlashdan to'xtamang. Boriga ko'nib qolmang. Barcha ko'ngil ishlarda bo'lgani kabi o'z ishingizni topganingizni ham yuragingiz o'zi his qiladi. Haqiqiy sevgi kabi u ham yillar o'tgan sayin go'zallashib, qadri oshib boraveradi. Shuning uchun uni topguningizgacha izlayvering. Kamiga rozi bo'lmang. Uchinchi hikoyam o'lim haqida. 17 yoshimda bir iqtibos o'qib qolgandim. Mazmuni taxminan shunday edi. Agar har bir kuningizni xuddi umringizning so'nggi kunidek yashasangiz, kun kelib bu so'zlar albatta haqiqatga aylanadi. Bu gap menga qattiq ta'sir qilgan. O'shandan beri, ya'ni so'nggi 33 yil davomida har tong ko'zgu qarshisida o'zimga bitta savolni beraman. Agar bugun umrimning so'nggi kuni bo'lganida bugun qilmoqchi bo'lgan ishlarimni qilarmidim? Agar qatorasiga bir necha kun bu savolga faqat yo'q degan javobni olsam, demak hayotimda nimadir o'zgartirishim kerakligini tushunib yetaman.
Kun kelib o'lishimni yodda saqlashim, hayotda muhim qarorlarni qabul qilishimga yordam bergan eng qudratli vositadir. Chunki deyarli hamma narsa atrofdagilarning sizdan kutayotgan umidlari, kibru g'urur, sharmanda bo'lish yoki mag'lubiyatga uchrash qo'rquvi kabi hislarning barchasi o'lim qarshisida o'z qiymatini yo'qotadi va faqat chinakamiga muhim bo'lgan narsalargina qoladi. Kun kelib bu dunyoni tark etishingizni dildan his qilish, qandaydir yo'qotishlarim bor degan xayoliy tuzoqqa tushib qolmaslikning men bilgan eng zo'r yo'lidir. Aslida yo'qotadigan hech narsangiz yo'q. Bundan bir necha yil muqaddam menda saraton kasalligi borligini aniqlashdi. Ertalab soat 7:30 da tibbiy ko'rikdan o'tganimda oshqozon osti bezimda o'sma borligi yaqqol ko'rinib turardi. Shifokorlar bu xastalik deyarli bedavo ekanini va ko'pi bilan 3 oydan 6 oygacha umrim qolganini aytishdi. Shifokorim menga uyga borib barcha ishlarimni tartibga keltirib qo'yishni maslahat berdi. Bu tibbiyot tilida o'limga tayyorgarlik ko'raver degan edi. Bu shuni anglatardiki, bolalaringizga kelgusi 10 yil davomida aytib beraman deb yurgan hamma gaplaringizni bor yo'g'i bir necha oy ichida aytib ulgurishingiz kerak. Bu oilangizga qiyin bo'lmasligi uchun hamma ishlarni joy-joyiga qo'yib, yakunlab qo'yish kerak degan edi. Buning yagona ma'nosi bor edi, vidolashuv. Men butun kunni shu mudhish tashxis iskanjasida o'tkazdim. Kechqurun esa mendan biopsiya olishdi. Tomog'im orqali endoskop kirgizib, uni oshqozon va ichaklarimdan o'tkazishdi-da, oshqozon osti bezimga igna sanchib o'smadan bir necha hujayra olishdi. Men narkoz ta'sirida hushsiz edim, lekin o'sha yerda bo'lgan rafiqamning aytishicha, shifokorlar mikroskop ostida hujayralarni tekshirayotib, kutilmaganda yig'lab yuborishgan ekan. Bu saratonning juda kam uchraydigan, biroq jarrohlik yo'li bilan davolasa bo'ladigan turi bo'lib chiqdi. Men jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdim va mana hozir ahvolim a'lo. Bu men o'lim bilan yuzma-yuz kelgan eng xatarli lahza edi. Umid qilamanki, kelgusi bir necha 10 yillar davomida yana unga bunchalik yaqin kelmayman. Buni o'z boshdan o'tkazgan inson sifatida endi sizlarga komil ishonch bilan ayta olaman. Holbuki ilgarilari o'lim men uchun faqat nazariy bir tushuncha edi xolos. Hech kimning o'lgisi kelmaydi. Hatto jannatga tushishni orzu qilganlar ham o'lishni istamaydilar. Shunga qaramay, o'lim barchamiz yetib boradigan yakuniy manzildir. Shu paytgacha undan hech kim qochib qutula olmagan. Shunday bo'lishi ham kerak. Chunki o'lim ehtimol hayotning eng buyuk ixtirosidir. U hayotni yangilovchi asosiy kuchdir. U yangilarga joy bo'shatish uchun eskilarni sahnadan olib tashlaydi. Ayni paytda u yangilar sizsiz. Biroq kun kelib unchalik ham uzoq bo'lmagan kelajakda siz ham asta-sekin eskiga aylanib sahnadan ketasiz. Gaplarim fojiali eshitilayotgani uchun uzr so'rayman, ammo bu ayni haqiqat. Sizning vaqtingiz chegaralangan. Shunday ekan, uni o'zgalarning hayoti bilan yashashga sarflab, havoga sovurmang. Dogmalar qurboniga aylanmang, ya'ni boshqalarning xulosalari va o'y-fikrlari qafasiga qamalib yashamang. O'zgalar fikridan hosil bo'lgan shovqin-suron ichki qalb ovozingizni bo'g'ib qo'yishga yo'l qo'ymang. Ular sizning aslida kim bo'lishni istashingizni qandaydir mo'jizaviy yo'l bilan allaqachon biladi. Qolgan barcha narsa ikkinchi darajalidir. Yoshligimda butun yer shari katalogi deb nomlangan ajoyib bir nashr bo'lardi. U bizning avlodimiz uchun tom ma'noda dasturul amalga aylangan kitob edi. Unga bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan Menlo Park shahrida Stuart Brand ismli kishi asos solgan va bu nashrga o'ziga xos she'riy nafislik bilan hayot baxsh etgan edi. Bu voqealar 1960-yillarning oxirida sodir bo'lgan. Uni Google'ning 35 yil oldingi qog'oz ko'rinishi deb ta'riflash mumkin. U ezgu g'oyalar singdirilgan ajoyib uslub va noyob fikrlarga to'la nashr edi. Stuart va uning jamoasi butun yer shari katalogining bir necha sonini o'quvchilarga taqdim etishdi. Bu nashr o'z missiyasini to'la ado etgach esa eng so'nggi yakuniy sonini chiqarishdi. O'shanda 1970-yillarning o'rtalari edi. Men sizning hozirgi yoshingizda edim. Yakuniy sonning orqa muqovasiga erta tongdagi sokin dala yo'lining surati tushirilgan edi. Bu xuddi sarguzasht izlab, ulovlar bilan yetib olishni ko'zlagan sayohatchi duch kelish mumkin bo'lgan manzara edi. Surat ostiga esa shu so'zlar yozilgandi: Stay hungry, stay foolish. Bu ularning o'z o'quvchilari bilan xayrlashuv chog'idagi so'nggi tilagi edi. Stay hungry, stay foolish. Men umrim davomida o'zimga hamisha aynan shuni tilab kelganman. Endi esa siz o'qishni bitirib, hayotning yangi sahifasini ochayotgan pallalarda bu so'zlarni sizlarga ham tilayman. Yangilikka tashna bo'ling, tavakkal qilishdan cho'chimang. Barchangizga katta rahmat.
The preceding program is copyrighted by Stanford University. Please visit us at stanford.edu.